tabiatni bilaman, sayyoralarni bilaman, mo'jizalarni bilaman men. Hamma poytaxtlarni bilaman. 200 ta yodlagandim. Keyin yana 5 ta yodladim. Shundan nechta bo'ldi? 205 mi? Men to'g'risini aytaman, poytaxt o'zi nimaligini bilmayman. Oyim yodlatadilar. Oyim aytadilar, men bilmaganimni o'zlari aytadilar. Keyin 10 marta ichimda aytaman, shunda esimda qoladi. 10 marta takrorladim, endi hech qachon esimdan chiqmadi. Meni singlim bor, u 4 yoshda. Urushaman u bilan. Jonima tegadi, keyin bitta uraman, tamom. Uni ham xotirasidir. Lekin men aytaman, men kuchliroqman. Men katta bo'lganimda doktor bo'lmoqchiman. Menga lekin tishlar davolash yoqadi. Stomatolog bo'lsam kerak. Doktorlarga yaxshi xotira kerak menimcha. Men yutib ko'p pullarni olsam, o'shalarni olib Turkiyaga ketaman. Samolyotda. Samolyotga hech ham chiqmaganman, chiqishni xohlagan. Men Turkiyada mazza qilib cho'milmoqchiman. Yo'qda mazza qilaman. Maruzliyman. Men hech narsadan qo'rqmayman. Men sahnaga chiqaman, davlatlarni zo'r qilib aytib beraman ularga. Assalomu alaykum Shukronaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta sizni ko'tarib olaychi. Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi keldingizmi? Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Doktor. Doktor bo'lasizmi? Qanaqa doktor bo'lasiz? Stomatolog. Stomatolog. Qani meni tislarimni ko'ringchi, yaxshimi? Yaxshi? Yaxshimi? Davolash kerak emasmi? Yo'q. Hammasi joyida-ya? Siz bugun odamlarni nima qilib talant bilan hayron qoldirmoqchisiz? Davlatlar bilan. Qanaqa qilib bo'ladi u? Ular davlatlar aytadi, men poytaxtdan aytaman. Biz sahnaga ketdikmi birga? Ha, to'xtab turing, sahnaga birga chiqamiz. Hello. How are you? I'm good. Oh! Barakalla. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, Necha yoshdasiz? 7. Shukrona, siz maktabga chiqqanmisiz? Yo'q. Endi chiqasiz. Ha, Va siz bizni Got Talent loyihamizda nima bilan lol qoldirmoqchisiz? davlatlar bilan. Davlatlar bilan. Demak, biz sizga davlatlarni aytamiz, siz shaharlarni aytasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shukronaxon, sizga umuman savollarimiz juda ham ko'p. Sizni onangiz geografiya o'qituvchisimilar? Yoki dadangiz? Yo'q. Bu qiz geografiya agar darsi bo'lsa, bu darsga ham bormasa bo'ladi, to'g'rimi? Hamma narsa, materik ham, hamma narsani bilasiz, to'g'rimi? Ha, Bu narsalarni siz o'zingiz yaxshi ko'rganingiz uchun o'rganganmisiz yoki onangiz majburlab o'rganasan deganmilar? Faqat to'g'risini aytsangiz, sovg'amiz bor. agar 100 ta yodlasang, kapilka olib beraman deb. Olib berdilarmi? Ha, To'ldimi Qo'yin. kapilka to'ldimi, nimadir bormi ichida? Ichida nima bor? pul Qancha? bilmayman. Boshladik-a? Ha, Chexiyani poytaxti? Praga. Bobur aka? Бобр aka Bobur будто. yodilar. Voy, Bobur aka? Bobur aka. Ты пойди там охладись. Qarayman, menga-chi Brunei poytaxtini aytib bering. Banartire Bagaban. Mavritaniya. Nouakchott. Nima? Nouakchott. Latviyani poytaxti? Riga. Surinam poytaxti. Paramaribo. Bara. Avstraliya? Canberra. Tailand? Bangkok. Nepal? Katmandu. Janubiy Koreya? Seul. Saudiya Arabiston? Riyod. Shimoliy Koreya? Pxenyan. Kuba? Gavana. Vengriya?
Budapest, Belarus, Minsk, Ruminiya, Buxarest, Moldova, Kishinev, Fransiya, Parij, Meksika, Mexiko, Tojikiston, Dushanbe, Turkiya, Anqara, Hindiston, Dehli, Qatar, Doha, Shvetsiya, Stokgolm, Ekvador, Quito, Pokiston, Islamabad, Gretsiya, Afina, Nigeriya, Abuja, Uganda, Kampala, Kuvayt, Al-Quwayt, Yaman, Filippin, Falastin. Hozir bu yerda qancha ro'yxat? Gonduras poytaxti. Tegucigalpa, Menchi bunaqa gapira olmayman, buni bilish yo'qda tursin. Saint Lucia degan davlat bor ekan. Kastere, Ha? Kastere, Shukronaxon, biz hayratdamiz. Yana boru bu yoqishim aborotni har soniyada oshiraverdilar. Dadada, shunaqasi xuddi Man ana so'zim qoyil o'ynayotganda ilib ketdingiz. Bitta savol. Uyingizda katta globus yoki devoriy xarita bormi? devorli xarita bor. Unda men sizga keyingi ko'rsatuvda katta globus sovg'a qilaman, asalim. Bo'ptimi? Bo'pti. Men ha deyman. Bobur aka. Ha? Men ha? 3 ta ha va siz keyingi bosqichda nasib etsa keyingi bosqichda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklaymiz, asalim. Bravo!